Salom hammaga. Bugun sizlar bilan hamma ko'rgan Godzilla kinosi bo'lgan Godzilla va unga o'xshagan mahbuslarni paydo qilaman va unga o'xshagan mahbuslar va o'zini ham qobiliyatlarini ko'rsatib o'taman. Videoning oxirida Godzillani qobiliyatini ko'rsataman. Godzillaning bitta qobiliyati hammada mahbuslarda bor. Mana shunaqa yer qaziydi. Qayerda tursa birdaniga qo'rqib qo'yadi. Mana shu tekis kavlashda yordam beradi. Shu narsa sizlar ko'rsatib bo'ladi. Tepdagi hammayonni yo'q bo'ldi. Daryoda ketyapti. Mana hatto menga oltin ham qo'shildi. Qaranglar, oltin. To'g'ri bo'ldi, oltin yaxshi. Ko'rdinglar o'zingizlar Godzillani oxirida Godzillani hamma qobiliyatini ko'rsataman. Men kech qolsam hamda kechqurun Godzillani nur sochadi o'zidan Godzillani nur taratadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu birinchi qism. Ikkinchi qismda biz Godzillani dragon bilan jang qildiramiz. Agar ikkinchi qism qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib, meni kuzatishda davom eting. Xo'p, ko'n qilolmasam, hozirgi yangi mahsulotlarni ko'rsatsam, u ko'rinmaydi. Mana yana bitta mahluqimiz. Bu ham mana yurtda yo'qib ketadi. Men bu mahluqni tushunmadim. Bo'ynidan qanaqadir qonlar qilyapti. Bunaqa mahluqlarning kinosida ko'rmaganman. Godzilla King Kong ko'rganman faqatgina. O'rtaga olib ketadi. Ketishi juda qiyin. Hatto qilishdan ham urib ko'rdim do'stimlar. U o'xshamadi. Shunchaki avval qo'ydim. Mana ko'rishlaring mumkin, juda tez ketyapti. Keyingi mahsulotlarga o'tib qolamiz. Bu mahsulot ustida ham qoni bor ekan. Qadrlaydi. Keyingi mahluqimiz pastroq tushib olay hozir. Bu Godzillaning kichikroq varianti. Bu Godzilla katta bo'lgandan so'ng, masalan, ozroq vaqt o'tgandan so'ng bu ham boyagidek katta qizil mahluqqa Godzillaga aylanib ketadi. Faqatgina vaqt kerak buni o'zgarishi uchun. Hozir ko'rasizlar, yo'q. Agar o'zgarmasa, mayli. Keyingi mahluqimizga o'ta qolamiz. Mana bu Godzillani kichkina ko'rinishi menimcha o'xshaydi-yu, menimcha shunday deb o'yladim. O'xtiyuzda piramida bor, piramidadan olgan paydo qilamiz. Bizlar piramidani ichiga kirilicha hozir. Mana quyon uradi hozir. Mana u bittada o'ldirib qo'yar ekan, juda kuchli, xuddi bir qilichda urgan tuyani bolasini. Tuyani joni katta bo'lishini, ko'p bo'lishini bilsanglar kerak, menimcha mana 3 ta urishda yo'q bo'ldi. Mana mana. Hop, piramidani ichiga kiraylikchi. Hop, piramidani ichiga kirib, piramidani portlatamiz va mahluq qo'yamiz, uchib ketaylik. Mana piramida qanday o'ladimi? Mana portlash bo'ldi do'stlar, ko'rib turganlaringdek o'lmadi bu. Joni ko'p uni ham men adashmasamda. Chunki o'lmayapti-ku, ko'rib turibsizlar, o'lmadi. Necha marta ursa, hatto tentida ham. Hop, keyingi mahluqimizga o'tib qolamiz. King Kongimiz mana o'zgarmagan. Mayli. Hop, bu mahluqqa tushunmadim. Boshida tushunmagan edim. Nimaga bunaqa dum faqat desam, keyin hozirga to'liq avzon ko'rsam, bu mahluq boshi, tanasi yerda bo'lar ekan, suvda ko'rsataman sizlarga. Hop, mana suvga ham keldik. Hop, mana ko'rish o'xshaman do'stlar. Bosh ko'rinmayapti. Hop, chuqur joy kerak-da. Chuqur joyga o'tamiz. Mana tanasi ko'rinyapti. Hop, sizga chuqur joyga ham qo'yib beraman. Chuqur joy mana shu yer bo'lsa kerak. Katta daryo emas ekan. Hop, shu yer bo'ladi. Mana bosh ham ko'rinyapti do'stlar. Mana bosh ham to'g'riburchak bo'ladi. Dumi tepada bo'lar ekan. Dumi o'zidan ikkitami kelar ekan, juda qolmag'anda hamma Godzillani ham, boshqa mahsulotlarni ham dumi juda katta bo'lar ekan. Menimcha shunaqa qilib ishlab chiqarilgan. Menimcha adashmasam. Hop, keyingi siz do'stlar, sizlarga mana shu boyagini ko'rsataman. Hop, bu boyagi nima deydi? Biladigan bo'lsa, raketa xullas. Tepadan raketa tushadi. Mana ko'rib turibsizlar. Men telefon ozroq zagruzka bo'lib qoldi. Raketa tushishi juda qiyin-da, nima deganda, har bittasi bitta tentiga to'g'ri keladi-da. Portlash juda katta bo'lgani uchun telefonim qotyapti ozroq. Ozroq tutsa o'zi ko'rinib qoladi, portlagan, yongan. Hozir mana ko'rishingiz mumkin. Juda katta portlash bo'ladi. Bu bittasi bitta tentiga teng
adashmasam men mana ko'rishlaringiz juda katta portlash bo'ladi-da. Hozir biz mana o'zi ham men katta bo'lishi kerak mana. To'xtadi mana. Ko'rdinglar mana. O'zini katta bo'lib ketdi ko'rdilar. Yurib nimadir vaqt o'tsa Godzilla kattalashadi xullas. Boyagi birinchi ko'rganimizdek Godzillaga aylanadi. Do'stlar, endi biz Godzillani jahlini chiqaramiz va birinchi ko'rgan hollaringdek rasmni chiqarib beraman hozir. Hozir bu og'zidan olovlar har xil narsalar otishni boshlaydi. Ishonmaysizlar, video oxirigacha ko'ringlar. Uzoq ketib qoldimi men? Mana tushishni boshladi. Juda chiroyli tarzda tushadi. Men telefonim hozir nagruzka bo'lyapti-da, ko'tara olmayapti. Godzilla o'zi harakatlanishni boshladi. Mana harakatlanishni boshladi Godzilla. Egilib qoldi nimagadir. Hozir o'qishsa, hozir rangi o'zgarishi kerak. Mana do'stlar, biz kutgan vaqtlar. Og'zi 3 ga bo'linib ketdi. Do'stlar qaranglar. Og'zi 3 ga bo'linib ketdi. Mendagilardan 3 tasi 4 ta siqadigan og'iz o'zi ham. Do'stlar qaranglarda rangga qaranglar. Va do'stlar qora narsa chiqadi. Do'stlar yondirib olishini qaranglar. Hamma yerga yondirib olyapti bu. Do'stlar qaranglarda juda kuchli mod, juda kuchli King Kong, Godzilla, King Kong maymun aytgancha. O qaranglar olov chiqarishini juda kuchli-da bu. Olov chiqarishini qaranglar. Juda katta hajmdagi olov chiqaryapti. Ana yonayotgan joylarni ko'rasizlarmi? Zarar etkazish, shundan ham bilinadi, yonyaptilar. Juda katta joy yonyapti. Agar shuni to'g'risida turganimda men aniq yo'qib ketgan bo'lardim, survivalda bo'lganimda. Mana bu haqiqiy endi King Kong o'xshaydi. Lazer. Mana King Kong. Lazer. Do'stlar, ajoyib. Yondirib olgan joylar qarang. Buni qaranglar. Shunaqa o'rtasidan lazer o'tyapti. Haqiqiy jangchi. Minecraftda King Kongni o'tkizish kerak bo'ladi. Mana hamma yo'q qo'raman deyapti. Qaranglar do'stlar. Shuncha mehnatga endi bittagina like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi, obuna. Hech bo'lmasa like bosmasanglar ham do'stlar obuna bosib qo'yinglar. Yondirib olyapti olov bilan. Suvga o'tyapti, suvga. Suv. Yana olov boshlandi. Qaranglar do'stlar. Wow. Juda joyi do'stlar. Hozir mana ko'rib turibsizlar, qanaqangi katta va ulkan narsa shunaqangi olov chiqaryapti. Men faqatgina uzoqroqda va teparoqda bo'lganim uchun bilinmayapti do'stlar. Mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying do'stlar, obuna. Mana o'z holiga keldi King Kongimiz. Godzilla adashib ketyapman do'stlar. Mana o'ziga keldi. Endi sizlarga u vayron qilgan joylarni ko'rsatib chiqaman noldan. Mana birinchi vayron qilgan joyi mana ko'rishingiz. Bu o'zi chuqur bo'lgan, bilmadim. Ikkinchi vayron qilgan joyi juda katta joyni yo'q qilib yuborgan. Bu olov o'tganda yo'q bo'lgan menimcha. Uchinchisi 3 ham bo'ldi. 4 bo'lganda u kichkina hajmdagi yondirib yuborgan. Anu yaxshida u tenti bilan unaqa yo'q qilib olmaysiz. Bu shunchaki yo'q bo'lganmi yoki men portlatganimga bo'lganmi tushunmadim. 5 do'stlar, 5. Uxti bu tomonga qarab turganmi bilmayman, juda chuqur kavlanib. 5. Hop. 6-si yaxshi. Hali ham yonyapti. Hamma yer tinch, u ketdi ham. 7-si do'stlar, 7-si. 8-si. Yonayotgan joylarni qaranglar, do'stlar, yonayotgan joylarni biza yoqib olgan gazlarimiz. Juda katta joylar. Xullas do'stlar, menga obuna bo'lishni unutmang, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videoda biz Godzillani Dragon bilan jang qildiramiz. Eng qiziq bo'lsa mana shu video 20 ta like chiqsa, keyingi videoni chiqaramiz.